Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Yana bitta obyektimiz yakuniga yetyapti. Hozir 7-qavatdamiz. Namangan shahri. Eshiklarimiz dabur bo'ladi, aylantirib. Devorlari однотонный bo'lgan. Bu yoq bitta unitaz, dushimiz bor. Bu yoqda bitta rakvina, avarniy trap, общий uklon olib qo'yilgan. Yonlarini faska qilib qo'yganmiz buni. Keyingisi yana bitta hammomimiz bor. Bu yog'imiz dush. Bu yoqda oyna bo'ladi, katta oyna. Rakvina, bitta unitaz. Bu yoqda bitta avarniy trapimiz bor. Bu yoqda bitta sushilka. Bu yoqqa ikkita polka qilib qo'yganmiz. Shampullar uchun podsvetkalar bilan. Burchaklari sayqallangan, 45 gradus. Ishimizga baho berib, like bosib qo'yishni unutmaysiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin.